Assalomu alaykum. Damas kutayotganlar bormidi? Mana sizlar uchun 2021-yil 153 ming probegdagi yaxshi sostoyanadagi Damas. Anaqa barliq qo'yib qo'yishgan bu Damasni hamma narsasi radnoy, o'zini anaqa magnitfonlari, kraskalari toza ekan, faqat mashi kapotda ozgina petnos sepilgan joyi bor va abrisovkasi almashtirilgan ekan. Mash eshigida ham ozgina ezilgan, miyatinada chiqarib yuboriladigan joyi bor ekan. Eng glavnisi gaz uстановка qilingan, elegant diskalar, balonlari ham yaxshi holatda. Motor qadovoylarda hech qanaqa ishi yo'q. Dadnimosda ham ortiqcha ovozda chiqarmas ekan. Bu Damas Deluxe sastoyanasi lekin yaxshi holatda, liniyaga ham osinglar, mazza soqqani bosib yuraverasizlar. Bu pul topolmoqchilar narxini aytishdan oldin sizlarga Profil shapkasidagi Telegram kanalimizni tavsiya qilaman. Chunki u yerda har kuni 15 ta 20 ta yaxshi mashinalarni arzon narxda qo'yib borilyapti. Sastoyanasiga nisbatan yaxshi holatda bo'lgan bu oppoqqina Damasimizning narxi egalari bilan kelishilgan holda $5000 qilib belgilandi. Pastda nomerlarini qoldiramiz, o'zingizlar bemalol aloqalashib, barakalashib olishingiz mumkin. Sizlarning fikringiz biz uchun qiziq. Bunaqa sastoyanadagi Damasimiz shu narxga arziydimi yo'qmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Like, podpiska, podдержка sizlardan chiqmasin. Sizlar bilan arzonchi bolalar.